Assalomu alaykum. Jondan aziz suygan farzand Jondan aziz farzandlaringiz bor ekan. Izzatoyxon, Ahmadjon, Ne'matjon, Sharifjon, Inomjon, Muhabbat, Matluba, Ikromjon, Taxminaxon, barchasi sizning farzandlaringiz a? Qaysi sor uka? Men Muhammadjon tabriknoma loyihasidan, tabriknoma. Mana shu yaxshi insonlarni tug'ilgan kunlarida telefon qilib chiroyli tabriklarni yetkazdiramiz. Karlarga sog' bo'lsin, rahmat. Ko'p yashanglar. O'shanga maylimi 2-3 daqiqa suhbat qursak, vaqtingiz bormi? Rahmat. Bu nabira keliningiz bor ekan-a? Ha? Nabira keliningiz bor ekan, Xushnidaxon. Rahmat o'g'lim. Sizlar ham yashanglar. Sog' salomat bo'ling. Maylimi o'sha sizga 4 qator she'r aytib bersam. Onajon. Onasi bor odamning bu dunyoda g'ami yo'q. Armon netar tashvishlar, hech kimsadan kami yo'q. Bolam saniye meni qornim to'q degan so'zlarini eslab bugun ko'zlarimdan nam, yolg'on ekan bu so'zlar. Meni o'ylarkan onam. Ustingga ko'rpani yop, isib ketyapman bolam, lekin sovuqdan dir qaltirasa ham meni o'ylarkan onam. Mana shu farzandlarni o'ylaydigan onajonlarimiz baxtimizga hamisha sog' salomat bo'linglar. Rahmat. Onajon, bu yil 91 ga kiribsiz, xudo xolasa 100 ga kirganingizda mana shunday chiroyli telefon qilib tabriklash nasib ro'z aylasin. Rahmat. Bugun farzandingiz Ahmadjon akamizni ham tug'ilgan kunlari ekan-a? Qarang, qanday go'zallik, qo'shaloq bayramlar, qo'shaloq xursandchiliklar onajonim. So'zlarga rahmat sizlarga ham. Rahmat onajonim. Muhabbatdan so'z ochsangiz, onadan boshlang. Onasini yaxshi ko'rmagan yigitning muhabbati yolg'ondir. Onajonim, siz aytib bo'lmas qo'shiqlar sizlar, yozib bo'lmas she'rlar sizlar onam. Mana shunday chiroyli she'riy satrlarga biz ham qo'shilamiz. Onajonim, tug'ilgan kunlarni yaxshi o'tkazing. Sizdan bizga rahmat so'zingizga o'g'lim. Rahmat. Bu farzandlaringizga chiroyli niyatlar bormi, tilaklar? Yaxshi, rahmat hammasiga edi. Xo'p, sog' bo'ling. Xo'p. To'g'aylarga yaxshi yetim o'g'lim. Rahmat onajonim, rahmat. Xursand bo'ldingizmi ozgina? Kelinlar bor, bolalar, nevaralar bor, yetim bo'l, salomat bo'l. Xo'p, mayli, sog' bo'ling. Sog' bo'ling sizdan. Yetim bo'l. Rahmat. Alo. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Assalomu alaykum. Ahmadjon aka bilan bog'landikmi? Ha. Ahmadjon aka, assalomu alaykum. Sog'ligingiz yaxshimi? Va alaykum assalom.
Durust rahmat. Sizni tabriknoma loyihasidan kamina boshlovchi Muhammadjon bezovta qilyapti. Ahmadjon aka, 2-3 daqiqa vaqtingiz bormi suhbat qursak? Bor. Ahmadjon aka, bugun tavallud ayomlar xursandchilik kunlar ekan-a? 60 yoshga to'libsiz, 60 yoshni qarshi olmoqda ekansiz, a? Ha. O'sha muborak 60 yosh bilan kamina o'zim nomidan Muhammadjon, qolaversa tabriknoma loyihasi nomidan chin yurakdan muborakbod etamiz. Farzandlar, yaqinlar baxtiga hamisha sog' salomat bo'ling. Dunyo turguncha to'ling. Qalbingizdagi chiroyli ezgu tilaklar bo'lsa, barchasini Allohim ro'yobidan bersin. Yaqinlarni, farzandlarni hamisha mehribon, duogo'y otajonsi bo'lib yurish nasibini o'zi aylasin. Rahmat. Sizda yaqin jondan ay suygan farzandlaringiz bor ekan, Nasimjon akam, kelin boshangiz bor ekan, Xushnudaxon ayalarim, qolaversa nabiralaringiz Azizaxon, Farangizxon, Jasurjon, Abdujalil nomlaridan sizni chiroyli tilaklarni, tabriklarni, yaxshi niyatlarni yetkazar ekanmiz. Qolaversa bir umrlik turmush o'rtog'ingiz, juft halolingiz Sarvinozxon ayam nomlaridan chin yurakdan tabriklarni, yaxshi niyatlarni siz tomon yetkazar ekanmiz. O'sha insonlar baxtiga hamisha sog' salomat bo'ling. Qalbingizdagi chiroyli niyatlarni, tilaklarni Allohim har doim bardavom qilsin. Rahmat. Farzandlar nechta, amakajon? Bitta o'g'il deyishdi-a? Ha, bitta o'g'il. Mashalloh, ko'z tegmasin. Nabiralar nechta? Nabiralar 4ta. Mashalloh, ko'z tegmasin. Mana shu nabiralarni hamisha suyukli otajonisi bo'ling, mehribon otajonisi bo'ling. Rahmat. Maylimi, o'sha farzandingiz nomidan sizga 4 qator she'r o'qib bersam? Mayli, bemalol. Chin olamga xayol surgani, jannatda bir bino qurgani, Allohimni uyin ko'rgani, ota yuring, hajga boramiz. Yoningizda bir mag'rur turay, davringizni davrimni suray, yelkamga bir ko'tarib olay, ota yuring, hajga boramiz. Bolam dengda, quvoning kuling, zamzamlarda yuzingiz yuving, yasha deb bir yelkamga uring, ota yuring, hajga boramiz. Bunab oqsin ko'zingizda yosh, yetmas endi sog'inch bardosh, mo'minlarning bo'lib safdosh, ota yuring, hajga boramiz. Chiroyli misralarga biz ham qo'shilamiz. Mana shunday go'zal joylarni ziyorat qilish, farzandingiz bilan birgalikda ziyorat qilish nasibini o'zi aylasin. Farzandingizga qandaydir istaklar, tilaklar, yaxshi niyatlar bormi? Bor, albatta bor. Ayting bemalol. Ha, mana Xudo xolasa pensiyaga chiqsak, mana yaqin qoldi. Shu ziyorat qilishga, hajga niyat qilamiz endi borishga. Farzandlarni joylab. Mashalloh, ko'z tegmasin. Albatta mana shu farzandlar birgalikda, onajonim birgalikda o'sha go'zal joylarni ziyorat qilish nasibini o'zi aylasin. Birinchi yo'l biz sevgan sana, ko'z ochib yumgimcha kelmoqda yana, otam qarshi olib 60 yoshni yuzda tabassumla kutmoqda yana. Otajon, tavallud muborak bo'lsin. Yuzingiz doimo quvonchga to'lsin. Nabiralar baxti rohatini ko'rib, evaralar sizlar quvonashib yursin. Satrning chiroyligini qarang. Mana shu har bir aytilgan satrlarga, go'zal misralarga biz ham qo'shilamiz. Bugun voliday muhtaramangiz, onajoningizni ham tavallud ayomlari ekan-a? Ha, onajonda. O'sha onajonni ham baxtiga hamisha sog' salomat bo'ling. Onajoningiz ham sizni baxtingizga sog' salomat bo'lsin. Hamisha sizga duogo'y, mehribon onajon bo'lib yurish nasibini o'zi aylasin. Iloyim, aytganingiz bo'lsin. Akajon, 2-3 daqiqa vaqtingizni oldik. Qalbingizga ozgina biz tabriknoma loyihasi ijodkorlar, qalbingizga ozgina bayramona kayfiyat berishgan bo'lsak, ozgina ko'nglingizni ko'targan bo'lsak, o'zimiz juda ham baxtiyor his aylaymiz. Rahmat. Tug'ilgan kunlarni yaxshi o'tkazing. Rahmat. Mayli, sog' salomat bo'ling. Xo'p, mayli, sizlarga ham rahmat. Sizga boringlar. Rahmat. Xo'p.